Odaş düştün yemiydi. Tamak yedik mi biz? Acaba bir yiyen nersem isim diyor. Bu tamakını ye. Bizdeki ma toyunuş toyuğusu 20 minuttan yarım saat kış keladi. Çıqadana qana qildi desam, bu tamak yegandir toymayotgandek. Amaliyotda oshqozonimiz toyib bo'ldi, lekin hali 20 minutda saqlamagan ekan. Bir qachilaqman yapaqida toymaydi. Ikki qachilaqman yapaqida toymaydi. Ikkisi kavop yapaqida toymaydi. Talaqqa bir taqalanım da kot deyib etgan ekan. Toydum degan ushtur mingisiga bordi. Uning kaydan atsi o'g'inimi yana o'xshash tamak tiz yeb eliq ideyasiga ushtur bormagan ekan. Shuning bilan bu tamakni yegansir yegiz keldigan. Yegansir toymaydigan. Toymagan samirib ketgan ish miyadini kelib chiqdi. Tamakni 30 qitim chaynab yeyish kerak deganda men bek anglaydim-chu. Bu tamakni 30 qitim chaynab degan gapga sanab chaynab degan gap emasga. Astrah yegan vaqtida balkim siz ash yerim qach tamakni yeb bo'lgan vaqtingizda mayliq uchurlar cho'mingizga berib bo'ladi. Uning kayda to'ydim degan sezim shu yerda bo'ladi. Shuning bilan bo'ldi to'xtay. Men to'yibdim deydigan an sizda shakllandi. Uning kayda tamakni jiq yemaysiz. Shunga tamak yegan vaqtida asta yeyish bizniki ozroq yeyishimizning boshlanmasi bo'lalaydi. İşte olan gıcıdık şap yep lan talaq şap. Odaş düştün yemiydik, tamak yedik mi biz? Acaba bir yiyen nersem isim diyor. Dep bir-birimizden soraydığa iş çıkdı. Anda bo'layversak, birinchidan samirib ketamiz. Samirib ketishga bek muhim emas ku hamda. Ikkinchidan ma oshqozonimizdan chataq chiqdi. Uzun mezgil tiz tamak yegan odamlarniki oshqozon raki bo'lib qolish xavfi tamakni ostan normal surat yegan odamdan 30% yuqori. Demak siz o odamdan baldiroq kasal giribdor bo'lib qolsiz degan gap. Shu birsi salomatligingizga chetiladi, yana birsi sizniki ma badan boshqarish masalangizga chetiladi. Badan boshqarish degan gap timirib ketmay, o'riqroq turay degan gapning o'zi shu. Shunga bu o'riq odamlar 6 o'lish tamak yeyishga to'ydi. Masalan, men 6 o'lish emas, 5 o'lish yesam bir xil to'yma. Chiqsam ko'nglim ilishibdi. Bu bo'dak odam qanday qildi desam, 10 o'lish yeydi. Oshqozonning hech qanday bo'sh yeri bo'lmagandan qanday o'riqlaysiz? O maylarınız qanday azıydı. Shunga o'riqlay degan gapni qillingiz akagancha tamakni oz yeng, osti yeng, torlan modab ketgan 18 qo'shilgan 6 ish qo'shilgan 22 ish qo'shilgan 21 degan tamaklarning hammasining yo'nalishi shu.